Assalomu alaykum akalar. Bugun Xudo xolisi Gentra avtomobilimizni chiqazib shu izolyatsiyaga olib qoldik. Qaranglar, ishli gurovkalarni. Ovozini eshitdinglar. Menga qanaqa desanglar, biz logki ustini polirovka qilib beramiz. Logki ustini polirovka qilib beramiz. Poliklari chiroyligini qaranglar akalar. Keyin bu mashinaga Malibu rul, Malibu bar sinovka qilib berdik. Hammasi piramidlar bilan chotki chiqdi. Keyin mana akalar patologini qaranglar. Chotki, sidenalari ham chotki bo'ldi. Keyin ovozini eshitasizlarmi? Ana. Ovoz prям yo'q. Mana o'sha polirovkani chiqdi bu yana qaranglar. Yaqinlab turishini okalar. Kimga shunaqa chotki maslar xizmatlar kerak bo'lsa, Gold Class detailingga murojaat qilasizlar. Hammaga xayr.